Xudo xohlasa bizning liderlarimiz ertalabdan yo'lga chiqishadi. Turkiyada bo'lishadi, xuddi bizga o'xshab. 11 soat Turkiyada bo'lishadi. Undan keyin Keptaunga uchadi. Xudo xohlasa biz ularni kutamiz. Biz sizlarni kutamiz, azizlarim, maza qilamiz. Inshaalloh juda ham zo'r sayohat bo'lyapti. Hatto men sizlarga o'zim mundoq qilib videolar qilishga vaqtim bo'lmayapti. Shunchalar emotsiyalar ko'p ko'rsatgim, videolarga olgim, hammasini sizlarga tashlagim keladi. Shuning uchun lekin Instagramda endi saqlab bo'lmaydi. Shuning uchun kanalda hammasini tashlab ketyapman. Endi nima deydi? Bunaqa sayohat bilmadim yana qachon bo'ladi. Kompaniyani o'zida ham bu sayohat tez bo'lib turmaydi. Ayniqsa Afrika. Shuning uchun momentlardan unumli foydalanyapmiz. Zo'r hamma